Tayyor biznes sizlarga anchagina kelishtirib qo'ygan narxida qo'yib beramiz. Tarsovoyda joylashgan joyimiz 33.6 sotuvga tushgan joyimizda kolbasa sex Tong brend asosida yuritib kelayotgan. Burchagimizda ko'rib o'tishinglar mumkin. Magazinimiz joylashgan bo'ladi. Tarsovoyda joylashgan joyimizda fasad razmerlari ham juda ham yaxshi variantda tushgan. Hamma qulayliklari qilingan joyimiz o'rta chirchiq avangardda joylashgan joyimizda bo'ladi yo'lni yuzida ko'rib o'tishinglar mumkin. Joyimiz juda ham zo'r variantda tushgan. Hamma qulayliklari qilingan. Bugun olasiz, ertadan soqqani qilasiz. Kiramiz ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu yerdan kolbasni sexga kirib ketishinglar mumkin. Bu tarafimizga sanuzel qilingan. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Joyimiz juda katta. Eng ideal variantda unumli foydalanilgan joyimiz bo'ladi. Kelishilgan holda retseptini, strategiyasini, klientskiy bazasini, firmani, brend nomini ham berib yuborishga kelishilgan holda gaplashsanglar bo'ladi. Bu tarafimizda yo'nqislarni qo'yib qo'yishgan. Bu tarafimizda orqa hovlimizni bitta ko'rib o'zingizlar baho berib qo'ysizlar. Bu yerda ko'rib o'tishinglar mumkin. Xolodilnik anlarni qo'yib qo'yishgan. Bu yerda dastavka uchun, logistika hamma narsasini sizlarga kelishilgan holda qilib beriladi. Endi sizlarga birma-bir ichkari taraflaridan ko'rsataman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Joydan eng maksimum variantda unumli foydalansanglar, mazza qilib daromad qiladigan joyinglar bo'ladi. Kirib kelarkanmiz bu tarafimizdan sizlarga birma-bir ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoq qismimizda ayollarimiz uchun kiyinish uchun xona qilib qo'yilgan, oshxona kattagina qilib qilingan. O'zini ovqatlanadigan joyi bor. Bemalol 20 ta 30 ta odam bemalol ishlasa bo'ladi. Ishchilarni ham hammasini kelishilgan holda qoldiriladi. Kelasizlar to'liq ma'lumotini o'zini egasidan olsanglar ham bo'ladi. Mazza qilib soqqani qilsanglar bo'ladigan joyimizdan sizlarga yaxshigina narxda berib qo'yamiz. Svetka 3 ta fazalarni qilib qo'yilgan. Bu tarafimizda bolalarimiz uchun kiyinadigan raziyalka, sanuzel, panuzellar qilib qo'yilgan. Endi sizlarga bu taraflardan ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yerda tahoratxona, yonida kichkina joyi bor. Keyingi joylarimizdan sizlarga bu tarafimizda ofisimiz joylashgan bo'lsa, bu tarafimizda kolbasa seximiz joylashgan bo'ladi. Kelamiz resepsiyon uchun joyimiz. Bu yerda boshliqlarni o'tirgizib qo'yadigan joy. Orqa tarafida sanuzel joylashgan bo'ladi. Oshxona, ovqatlanadigan joy qilib qo'yilgan. Bu yerda sanuzel yana bitta xonalari bor. Bu tarafimizda ishlab chiqarishi qanaqa ketayotganini bemalol oynadan kuzatib o'tirsanglar bo'ladi. Ishchilar uchun qanaqadir buxgalterlarga joy qilib bersanglar juda ham zo'r variantda bo'ladi. Endi sizlarga ko'rsatib o'tadigan joyim, eng asosiy bo'lgan joyimiz bu kolbasa seximiz bo'ladi. Sizlarga ishlab chiqarishimizni ko'rsatib beradigan oldindan bu yog'imizdan ko'rib o'tishinglar mumkin. Joyimiz kattagina, hamma qulayliklari qilingan. Bu yerda upakovka qiladigan joyimiz bo'ladi. Boyagi xonadan ko'rib o'tirsanglar bo'ladigan joyimiz. Hamma instrumentlarini tashlab ketadi. Kelasizlar, bugun olasizlar, ertadan soqqani qilasizlar. Bu tarafimizda ham xuddi shunaqa variantda joylashgan bo'ladi. Upakovka uchun joylar qilib qo'yilgan. Bunaqa imkoniyat har doim ham uchramaydi. Tezda ko'proq daromad qilaman degan, soqqani bosib qo'ygan hamma odamlarga tezda tashlab tashlaymiz bu videoni. Bu tarafimizda kolbasani dudlab, anaqa qilib qo'yadigan muzdek xolodilniklari saqlash uchun joylar qilib qo'yilgan joyimiz bo'ladi. Hamma narsani tayyor qilib qo'yilayotgan joyda sizlarga keyingi xonalardan birma-bir ko'rsatib beradigan bo'lsam, mazza qilib soqqani qilasizlar. Kelib tezda bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Bu yerda go'shtni maydalaydigan joyimiz bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Joyimiz kattagina, hamma narsa, hamma sharoit qilib qo'yilgan. Bu tarafimizda darvozaxona, bu tarafimizda xolodilnigimiz bo'ladi. Minusga ishlab beradigan joyimiz. Bu yerda polni tayyor qilib chiqaradigan joyimiz. Joyimiz kattagina, hamma ustanoklarimiz bor. Kelib bemalol foydalansanglar bo'ladigan joyimizdan sizlarga $999 ming berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.